Shu kunlarda yurtimiz bo'ylab Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi o'tkazilmoqda. O'zbekiston Milliy kutubxonasi tashkil etgan bu haftalik maqsadi aholiga kitobxonlik va kitob mutolaasini targ'ib qilish, yoshlarni intellektual bilimi va saviyasini oshirishga qaratilgan. 50 dan ortiq tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan va shu bilan bir qatorda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar axborot kutubxona markazlarida ham ushbu haftalik doirasida turli tadbirlar o'tkaziladi. O'tgan yillardan farqi bu yil kitob taqdimotlarimiz juda ham ko'p, turli shoir va yozuvchilarning kitoblari taqdimotlari bo'ladi va shu bilan bir qatorda nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ular bilan ham kitob taqdimotlari va turli tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan. Milliy axborot kutubxona haftaligining ochilish marosimida o'zbek adabiyotining yirik namoyandalari ham ishtirok etdi. O'zbekistonni yana 5 yilga kitobxonlik strategiyasini ishlab chiqayotganlarini e'lon qilishdi. O'sha strategiya ishlab chiqilsa va qabul qilinsa va unda ko'zda tutilgan masala amalga oshsa, demak, noshirlik faoliyati uchun soliq miqdori kamayadi. Bu degani yana ko'proq kitoblar chop etiladi degani. Tadbirda qatnashayotgan xalqaro vakillar kelgan ekan. Bu O'zbekistonning dunyodagi imiji, nomi va faoliyatiga ta'siri bor. Bu yerda kelganlarning ichida juda ko'p kitobxonlar bor. Bu kitobxonlar ertaga yana boshqa bir kitobxonlarga yetkazadi. O'zlari o'qiydi, kitobga mehr ko'rgizadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu tadbir juda foydali tadbir. Bu yilgi kitobxonlik haftaligiga xorijiy mutaxassislar ham jalb qilingan. Biz ulardan kutubxona tizimida qanday zamonaviy tendensiyalar qo'llanilayotganini so'radik. Internet paydo bo'ldi. Axborot olishning ko'plab yangi usullar yuzaga keldi. Ammo kutubxonalar hanuzgacha muhim va dolzarb bo'lib qolmoqda. Ko'plab kutubxonalar o'z fondidagi to'plamlarni raqamlashtirgan. Bu orqali odamlar ulardan keng foydalanish imkoniga ega bo'lishadi. Ya'ni bu kitoblarni o'qishlari, ta'limda va tadqiqotlarda ulardan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari bu jarayon bizga onlayn makonda mavjud madaniyatlararo boylik va xilma-xillikni yanada kengroq ko'rish imkonini beradi. Menimcha, kutubxonalar insoniyatning merosini yangi shakllarda ko'rish va undan o'rganish imkonini ta'minlash borasida hali hamon oldingi safda turibdi. Infolib O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida jamoat va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, seminarlar, davra suhbatlari, tanlovlar, treninglar, mahorat darslari o'tkaziladi.